Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent avtovokzalidan Primoy Toshkent Kazan Nabrizhili Nijkamsk yo'nalishlari bo'yicha seshanba juma kunlari soat 18:00 da qonuniy reyslarimiz yo'lga chiqib ketadi. Undan tashqari Toshkent Moskva Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari haftada 4 kun soat 18:00 da Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha amalga oshirilmoqda. Sizga ham ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, komfort avtobuslarimizda reysingizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqib joylaringizni band qilsangiz bo'ladi. Telegram, YouTube, Instagram, Facebook kanallarimiz hammasi ishlab turibdi. Ularga kirib avtobusimiz sharoitlari bilan tanishib chiqib, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, ziyoratchilik moslamalari, qishki yozda ishlaydigan konditsionerlar. Undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Ulgurib qoling. Biletlarimiz soni cheklangan. Hozirroq bu videoni xalqaro yo'nalishlar bo'yicha reys amalga oshiradigan tanishlarga yuborib qo'ying. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat.